Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana hozir davolash jarayonidan bitta bemorimizni aytmoqchiman. Mana bular yonimda o'tiribdilar. Dilafruz opa 83-yilda tug'ilganlar. Bular menga noyabr oyida kelganda tutqanoq, keyin boshda to'xtovsiz bosh og'rig'i bilan keluvdilar. Bularga mana 4 kunlik tozalov qildik, munozzam tozalovi va tiqilmalarni ochishga dorilar qildik va vaznni ham kamaytirishni, kaloriyani to'g'rilashni maslahat bergan edik. Bular a'lo darajada bajarib keldilar. Mana hozir aytishlariga qaraganda o'zlariga mana beraman. Umuman bosh og'rig'i yo'qolgan va tutqanoq tutmagan. MRTda peshona sohasida 8 ga 6 santimetrlik kichkina hosila bor edi. MRTda mana 8 ga 6 santimetrlik hosila bor edi. Bu endi yozdagi o'tgan yilgi rasm. Hozir menga ikkinchi marta kelishdan oldin ikkinchi marta tushganda razmeri 4 ga 4 3,5. Undan oldingi razmeri 8 ga 6 5 bo'lgan. Bu mana ko'rinarmikan? Peshona sohasida o'ng yarim sharda ozgina dog' ko'rinishida ko'rinib turibdi. Mana shu hosila bo'lgan va bularda tutqanoq va to'xtovsiz bosh og'rig'i bo'lgan va qon bosimlari deyarli har 2-3 kunda chiqib turgan, 160, 150 doimiy shunaqa shikoyatlari bo'lgan. Hozir bir marta davolash qilganimizdan keyin bularda bosh og'riqlar deyarli yo'qolgan, tutqanoq bo'lmagan. Mana buni razmeri kamaygan va oldingi kelganlarida 87 kilogramm, hozir 76 kilogramm bo'lgan. Tozalovda ham effekti yaxshi bo'lgan, o'zlari ham vaznni yaxshi ushlagan, harakatni ko'p qilgan va natijada mana yaxshi rezultat. Hozirgi endi etapimizda bularda yengil qon bosimi sakrab turibdi. Mana shuni davolaymiz, Xudo xolasa. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? 2,5 oy avval kelganimda qon bosimi yuqoriligi, tinimsiz bosh og'rig'i bilan kelgandim. Xudoga shukr, yaxshi. Natijalar yaxshi. Bosh og'rig'i qanday darajada bo'lardi? Tinimsiz orqa oldi miyasi ko'p. Og'riq. 50 metr 100 metr ish qilib kelsa 2 soat yotardi. Ish qilsam ham charchab qoladim, harakat qilsam. Shu narsalar yo'qolib ketdimi? Bu narsalar yo'q. Tutqanoq bo'lmayaptimi? Bo'lmayapti. Aha. Ben snimka to'g'risida nima deysiz? Oldin razmeri qancha bo'lgan, hozirgisi qancha MRTni? MRTning razmeri 2 barobar kamaygan. Qon bosimiz ham oldingidan hozirgi bir marta lecheniyadan keyin qanday o'zgardi? Qon bosimi chiqishi. Qon bosimi hozir endi 15 kunda shunaqa bir o'ynab turibdi. Nechagacha chiqyapti? 130 ga 90 bo'lyapti. Oldin yozlarda, sentyabr oylarida necha bo'lardi? 160 ga 100 bo'lardi. 110 ga ham chiqib ketardi. Keyin oyiga necha marta chiqardi? Oyiga har 3 kunda, har 2 kunda bir ko'tarilib turadi. Demak, hozir 2-3 haftada, o'sha 2,5 oy ichida bir martagina oshgan, 2 hafta ichida, to'g'rimi? 15 kunda bir shunday takrorlanyapti. 130 bo'lyapti. 130 bo'lyapti. Mana demak bu opamizning lechenalari, mana tabobat uslubi bo'yicha biz qon bosimiga ham baribir tozalov qilish kerak bo'ladi. Tutqon va bosh miya tiqilmasiga ham tozalov qilish kerak bo'ladi. Shuning uchun ikkalasi bitta yo'nalishda bo'lgani uchun birato'la ikkalasiga ham foyda bo'lgan. Sizga rahmat. Salomat bo'ling.